Assalomu alaykum. Ofarin S kanalida bitta yangi sotiladigan uyimiz bor. Biz turgan joyimiz Navruz mahalla. Kimki biladigan bo'lsa, mana Manguzar postdan to'g'ri yurganda namunaviy uylar bor. O'shani ikkinchi qatori mana to'g'rimizda Navruz market bor. Mana shu joyda mana shu uy sotishimiz kerak. Bu yoqda ma'lumot uchun aytib o'taman. Elektr energiya ikkita liniya bor. Wi-Fi liniya bor, gaz, tabiiy gaz bor, suv bor. Oqadigan suv, sug'oradigan suv lekin yo'q. Bitta ikkita uy naryoqda ariq o'tgan. Mana shu uy sotiladi. Bu uy territoriyasini hozir ko'rsatib o'taman. Mana chekkada, mana derazadan keyin toki mana qora darvozagacha 4 sotix joyga joylashgan. Uyda qanday joylashganini hozir yana aytib ko'rsatib o'tamiz. Endi uyda ichini ko'rsatamiz. Xo'p, kirgan joyda bunaqa darvozaxona. Ko'rib turganingizdek, mana bu tomonda o'rtada koridor, ikki tomonda ikkita xona bor. Ichini ham ko'rsatamiz. Bu tomonda bo'lsa, bitta kichkina xona, keyin bu yoqda bitta uzun mehmonxonasi bor. Buni hozir uzmasdan bitta kirib ko'rsatamiz. Mana kirgan joyda bu 3 metrga 3 metr, 3,5 ga 3,5 shunaqa razmerda. Bu yoqda bitta kattagina mehmonxonasi bor. Bu yoq yaxshi remont qilingan, aboy qilingan. Mana shunday holatda uzungina mehmonxona bor. Endi bu yoqdan yana darvozaxonaga chiqib olamiz. Va hovlini oldi tomonini bitta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana hovlini ko'radigan bo'lsangiz, kichkinagina tomortqachasi bor. Bu jami 4 sotiqqa joylashgan. Bu tomonda o'sha bani orqasida hojatxonasi, vodoprovod suv bor. Undan tashqari yerni kavlab chiqaradi-ku. O'shanaqa ham bor bu yoqda. Oshxona. Bu yoqda yana bitta o'tirishga bitta xona qilingan. Endi mana bu kirgan joydagi chap qo'lda joylashgan xonani ko'rsatamiz. Bu kirgan joyda shunaqa 2 ga 3,5 metr bitta xona va o'ng tomonda bitta xona, bu ham 4,5 ga 3,5 atrofida bor. Va bu yoqda yana bitta xona. Xullas, qisqacha tushunarli bo'ldi shekilli. Agar kim alohida qurilgan bitta xonani ham ko'rsatib o'tamiz. Bu o'sha choy-poy ichib o'tirsa bo'ladigan xona bu. Bu yoq o'sha oshxonaga joy qoldirgan, bu narsani olib bu tomonda ovqatlansa bo'ladi. Xullas, bu uyimizda 650 million deyapmiz. Ekranga yozilgan telefon raqamlar uyda egasining telefon raqami. Agar kimdadir biron taklif bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zingizni taklifingizni bildirsangiz bo'ladi. Endi bu taqilgan narx emas, savdo qilib ko'rsa bo'ladigan joylari bor. Salomat bo'lasizlar.